Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi bir bema'ni ishlarimizdan bittasi mana aka. Ravonchaga bitta smoller. Yoqin qani bir patlarnikchani. Aha, mana shunday urf odatchada yonadi. Tagi eng qizig'i pultlari ham bor. Bu kishini mana o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Yoqasiz. Birinchi mana palajina ko'zchasi migat qiladi. Ikkinchisi yonib turar ekan. Tak, uchinchisi mana Tuzi bu yerdan bu yoqqa. To'rtinchisi qani? Bu mana вообще chot. Tormoz bosin qani aka bitta tormozga nima qiladi? Masalan, patlarnikka. Tormoz bosin qani? Ha, yonib turadi. Bo'ldi, qo'yib yuboring tormozni. Pavorot yoqin qani? Pavorotga nima qiladi ekan? Pavorotga. Aha. Chap tomon. Aha. Avarenkani yoqin qani? Ha, avarenkaga mana ishlar malaka yon. Bu ham mana internetdagi trenddagi ana sponsorchilar. Mana shunday narsalarni olib kelsalaring, ha? Stanopda qilamiz mana bu ustoz mana. Ustomiz. Ha, birinchi dehqon olib keldi. Eng qizig'i o'chirib qo'ysa nima qiladi ekan? Ha, o'chirsa ham bo'ladi. Masalan, yoqmagan holatda bosasiz yonadi. Mana aka, hurmat va ehtirom bilan topshiraman pulchasi topilasiz, salomat bo'lasiz. Rozi bo'ling. Davay, aha.